Mebel brendini patentlash necha pul? Mebel brendini patentlash asosiy klassi 20-klass hisoblanadi, ya'ni ishlab chiqarish klassi. Bunga qo'shimcha ravishda biz maslahat beramiz. 35-klass, ya'ni onlayn va offlayn savdolarni ham amalga oshirish klassini qo'shib olsangiz zarar qilmaydi va undan tashqari yana 39-klassni ham qo'shib olishni maslahat beramiz. Bu 39-klass, ya'ni logistika xizmatini ham o'z ichiga oladi. Ya'ni uyga yetkazib berish xizmatini ham o'z ichiga oladi. Shunda sizda umumiy agar har tomonlama brendingizni patentlamoqchi bo'lsangiz, mebel ishlab chiqarish bo'yicha 20, 35 va 39-klasslarni patentlaganingiz yaxshi. Endi patentlash uchun sizdan ya'ni qancha xarajat bo'ladi? Agar o'zingiz brendingizni patentlashga topshirmoqchi bo'lsangiz, dastlabki davlat boji 3 ta klasslar bilan umumiy qo'shganda 2,60 ming so'm davlatga, ya'ni davlat bojini to'laysiz. Ana undan keyin 7 oy ichida barcha jarayonlar ko'rib chiqiladi, ya'ni rasmiy ekspertiza, mohiyat bo'yicha ekspertiza va adliya so'rovnomlariga javob berish shu bosqichda tugagandan keyin guvohnoma olish jarayoni boshlanadi. 7 oydan keyin guvohnomangiz tayyor bo'lgandan keyin siz davlat boji, ya'ni guvohnoma bojini amalga oshirasiz. 3,626 ming so'm umumiy miqdorda 5,686 ming so'mga mebel brendingizni patentlab olgan bo'lasiz. Yanada ko'proq yaxshi ma'lumotlarni, kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olmoqchi bo'lsanglar, bizani Instagram kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar.